Assalomu alaykum hammaga, Fizika.uz kanali a'zolari. Siz bilan biz yana yangi loyihada ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Endi bizda Fizika.uz kanalida quyidagi ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borishingiz mumkin. Instagram sahifamiz Fizika Ustoz tajribalar uchun. YouTube'da Fizika Ustoz Fizika.uz kanali. Telegramda esa linkimiz Fizika Ustoz orqali bizni topishingiz mumkin. Xudo xohlasa fizikadan darslarni, ya'ni noldan darslarni boshladik. Nazariy qism beriladi. Nazariy mavzularni tushuntirib beramiz, formulalar tushuntiriladi. O'sha nazariy mavzuga oid testlar esa maxsus test platformamiz, ya'ni veb-saytda ishlashingiz mumkin. Fizikaustoz.com sayti orqali kirasiz. Bu saytimiz albatta pullik bo'ladi, testlarimiz pullik. Nazariy darslarimiz esa hammaga uchun tekin, ya'ni foydalanish imkoniyati hammaga beriladi. Testlarda ishtirok etish uchun esa fizikaustoz.com Telegram orqali murojaat qilasiz veb-saytga. Sizni ulaymiz, o'sha veb-saytda testni yechasiz belgilangan vaqt oralig'ida, hamda o'sha xato qilingan savollarni esa veb-saytda video yechim orqali ko'rib olishingiz mumkin. Demak, bugungi birinchi mavzumiz fizikani kirish qismi, ya'ni fizikani asosiy tushunchalar bilan boshlaymiz. E'tibor qaratamiz. Fizika. Fizika so'zi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, tabiat degan ma'noni bildiradi. Fizikani fanga kiritgan olim Aristotel. Demak, uni o'rganishda esa bo'limlarga bo'lib o'rganamiz. Birinchi bo'lim mexanika, ikkinchi bo'lim molekulyar, uchinchi bo'lim elektr, to'rtinchi bo'lim optika, beshinchi bo'lim atom yadro. Mexanika jismlarning harakatini o'rganadi. Molekulalar moddani tuzilishini, elektr bevosita tok bilan bog'liq jarayonlarni, optika ko'rish sistemasi, ko'zning tuzilishi, yorug'likning xossalari haqida ma'lumot beradi. Atom yadrolari moddaning tarkibi, tuzilishi, ularning o'zaro ta'siri orasidagi munosabatlarni o'rganamiz. Mexanikani uchta turi mavjud: klassik mexanika, relativistik mexanika hamda kvant mexanikasi. Biz shulardan birinchi bo'lib klassik mexanikani o'rganamiz. Klassik mexanika bu Newton mexanikasi hisoblanadi. Relativistik mexanika Einstein mexanikasi, kvant mexanikasi hozirgi zamon fizikasini asosini tashkil qiladi. Demak, birinchi o'rganadigan bo'limimiz klassik mexanika. Demak, mexanikani o'rganishda, o'sha bo'limlarni o'rganishda fizikani quyidagicha bir analogiyaga o'xshatdik. Ya'ni o'sha hamma bo'limning asosi, ya'ni uyni poydevori bo'lgani kabi fizikani asosi mexanikaga qurilgan. Keyin elektromagnetizm, molekulyar fizika, optika, atom va yadro. Qisqacha qilib aytganda, fizika bu bizni uyimiz. Keyingi jumlalarga e'tibor qaratamiz. Keyinda bizda endi klassik mexanika, ya'ni o'sha mexanikani o'rganishda, mexanika bo'limini o'rganishda boblarga ajratib o'rganamiz. Odatda 3 ta bobga ajratiladi. Boshqa kitoblarda yana qismlarga ajratilgan. Bizlar umumiy holat uchun hozircha 3 ga bo'lib o'rganamiz. Kinematika harakat. Harakat jismlarning harakati va trayektoriyalarini o'rganadi. Ya'ni kinematikada jismning harakati, uning tezligi, yo'li, tezlanishini o'rganadigan bo'lim bu kinematika. Masalan, stadionda turgan to'pni tepsak, u harakatlanadi. O'sha to'pning harakatini, tezligini, yo'lini o'rganadigan bo'lim kinematika. Endi o'sha to'p tepilganda nima uchun harakatlanyapti? Nega harakatlanyapti degan savollarga javob beradigan bo'lim dinamika hisoblanadi. Masalan, bir jismni tortsak, o'sha kuch ta'sirida u harakatlanadi. Yoki to'pni tepsak, kuch ta'sirida u harakatlanadi va qanchadir vaqtdan keyin to'xtaydi. Nimaga to'xtayapti, nima uchun harakatlanyapti degan savollarga javob beradigan bo'lim dinamika. O'sha yerda to'pning to'xtashiga sabab bo'ladigan
Ishqalanish kuchi, mana jism bilan o'sha jismning sirtlari orasida vujudga keladigan ishqalanish kuchi, havoning qarshilik kuchi hisobiga jismlar o'z harakatini to'xtatadi. Qanchadir vaqt mobaynidan so'ng keyingi bo'lim statika bo'limi hisoblanadi. Statika bo'limida jismlarning muvozanat shartlari o'rganiladi. Demak, o'sha klassik mexanikani o'rganishda asosiy uchta bo'limga bo'lib o'rganamiz. Lekin yana qo'shimcha bo'limlari ham bor. Hozircha biz shu uchta bo'lim bo'yicha o'rganib turamiz. Klassik mexanika Newton mexanikasi ham deb ataladi, chunki birinchi bo'lib o'sha fizikani asosini, asosiy tushunchalarni, nazariyalarni izohlagan olim bu Newton hisoblanadi. Demak, kinematika harakatni o'rganadi, dinamika kuchlarni o'rganadi, statika esa muvozanat shartlarini o'rganadi. Bu esa bu tushunchalardan olgan asosiy xulosamiz hisoblanadi. Kinematika. Demak, kinematika so'zi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, kinematos harakat degan ma'noni bildiradi. Atrofimizga e'tibor qiladigan bo'lsak, barcha jismlarning harakatini oddiygina masalan daraxt shoxida turgan bargning vaqt o'tib o'sha yerga tushayotganini ko'rishimiz mumkin. O'sha barg masalan yerga tushguncha qandaydir harakat qiladi. O'sha harakatni o'rganadigan bo'lim kinematika. Atrofimizdagi barcha jismlar, ko'zimizga ko'rinib turgan narsalarning asosi fizika qonunlari, ya'ni fizikani o'zida mujassam etadi. Masalan, avtomobilning harakati, qushning uchishi, bola to'pni tepganda bolaning yugurishi yoki to'pning harakati, yerning o'z atrofida aylanishi, bularning barchasi qaysidir harakatlarning majmui hisoblanadi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kinematika jismlarning harakatini, ularning trayektoriyasini, yo'lini, tezligini, tezlanishini o'rganadigan bo'lim hisoblanadi. Bob hisoblanadi qisqacha. Kinematikani 5 ta asosiy tushunchasi bor. O'sha asosiy tushunchalarga e'tibor qaratamiz. Birinchi asosiy tushunchamiz mexanik harakat. Mexanik harakat degani nima desa, jismning fazoda yoki tekislikdagi vaziyatining boshqa jismlarga nisbatan o'zgarishi. Masalan, mashinaning harakati, o'sha harakati davomida u o'z harakati davomida o'sha mashinaning harakati yo'lga nisbatan parallelligicha qoladi. Bu harakati davomida jismning ixtiyoriy ikki nuqtasini tutashtirganimizda u o'ziga parallelligicha qolsa, bu harakat ilgarilanma harakat deyiladi. Demak, mashinaning asfaltga nisbatan harakati ilgarilanma harakatga misol bo'la oladi. Aylanma harakat yerni o'q atrofida aylanishi, soch strelkasini aylanishi yoki mana bu o'yinchoqning aylanishi, o'z o'q atrofida aylanishi aylanma harakatga misol bo'la oladi. Tebranma harakat muvozanat vaziyatiga nisbatan davriy takrorlanib turadigan harakat tebranma harakat. Masalan, ipga osilgan sharcha mayatnik. Mana bu narsa mayatnik deyiladi. Ipga osilgan sharcha mayatnik deyiladi. Yoki cherkov soatlari bir nuqtaga nisbatan tebranib turadi. Bu harakatlar demak mexanik harakat. Mexanik harakat turlari nechta desa, demak 3 ta. 3 ta asosiy turi bor ekan. Ilgarilanma, aylanma, tebranma. Ikkinchi asosiy tushunchamiz moddiy nuqta. Moddiy nuqta degani nima? Moddiy nuqta qaralayotgan sharoitda jismning o'lchami hisobga olinmas darajada kichik bo'lsa, bu moddiy nuqta deyiladi. Masalan, mana shu nuqtaga nisbatan umumiy maydonga nisbatan mana shu qizil nuqtani moddiy nuqta deb olish mumkin. Yoki yerga nisbatan mashinani moddiy nuqta deb olishimiz mumkin. O'lchami bir-biridan keskin farq qilsa, o'sha keskin farq qilayotgan jismning eng kichik qilib ideallashtirilgan tushuncha hisoblanadi. Moddiy nuqta bu o'sha jismning o'lchamlari solishtirilayotgan jismga nisbatan juda kichik ekanligini ifodalaydi. Trayektoriyani turlari turlicha. Trayektoriya o'zi ikki turga bo'linadi: ko'zga ko'rinadigan trayektoriyalar va ko'zga ko'rinmaydigan trayektoriyalar. Trayektoriya degani jismning fazoda qoldirgan izi. Masalan, raketa uchgan vaqtida undan qoladigan tutun trayektoriyaga misol bo'la oladi.
Trayektoriya bevosita demak ko'zga ko'rinadigan va ko'zga ko'rinmaydigan turlarga bo'linar ekan. Masalan, qorda yursak izimiz qoladi. Lekin asfaltda yursak izimizni ko'rishimiz bizga ko'rinmaydi, lekin izimiz qoladi. O'sha ham trayektoriyaga misol bo'la oladi. Trayektoriyani turlari, demak, trayektoriyani turlari to'g'ri chiziqli, egri chiziqli hamda aylana. Bunday olib qaraydigan bo'lsak, trayektoriya bu geometrik nuqtalar majmui ekan. Trayektoriya degani jismning fazoda qoldirgan izi yoki geometrik nuqtalarning majmui. Xo'sh, keyingi asosiy tushunchamiz yo'l. Yo'l deb nimaga aytiladi? E'tibor qaratadigan bo'lsak, mana bu trayektoriya egri chiziq, demak trayektoriyani ko'rinishi egri chiziq. O'sha egri chiziqning uzunligini hisoblaydigan bo'lsak, mana bu egri chiziqning uzunligi o'sha nuqtalarning birlashishidan hosil bo'lyapti bu chiziq, o'shani uzunligi yo'l deyiladi. Yo'l degani demak trayektoriya uzunligi yo'l. Ko'chish jismning boshlang'ich vaziyati bilan oxirgi vaziyatini tutashtiruvchi yo'nalishga ega kesma ko'chish hisoblanadi. Mana yo'nalish strelka qo'yilgan, ko'chish demak yo'nalishga ega kesma. Kinematikada jismning harakati, yo'li, ko'chishi kabi tushunchalar muhim ahamiyatga ega. Xo'sh, moddiy nuqta nima degan savolga javob berib ketamiz. Jismning o'lchamlari harakati sharoitida e'tiborga olinmaydi. Ya'ni jism kichik nuqta bilan almashtiriladigan ideal jismdir. Masalan, mana chumolning o'lchamini kitobga nisbatan moddiy nuqta deb olish mumkin. E'tiborga olinmaydigan darajada kichik. Masalan, yerga nisbatan mashina. Ni moddiy nuqta deb qarashimiz mumkin. Yoki stadionda turgan, futbol maydonida turgan koptok o'lchami juda kichik, moddiy nuqta deb olish mumkin. Osmonda uchayotgan qush moddiy nuqta deb olishimiz mumkin. Yer quyosh atrofida aylanayotganda moddiy nuqta deb qarash mumkin. Demak, quyoshga nisbatan yerning o'lchami juda kichik bo'lgani uchun moddiy nuqta tushunchasi ishlatiladi. Moddiy nuqta bu harakatni soddalashtirish uchun ishlatiladigan ideal modeldir. Ideal degani o'sha xayolda, tasavvurda degan ma'noni beradi. Lekin real holatda baribir uning o'lchami mavjud. Sezilarli darajada bo'lmasa ham o'lchamga ega. Fizikada masalalar yechish uchun ideallashtirish maqsadida moddiy nuqta tushunchasi kiritilgan. Keyingi tushunchalar, demak, fizikada kattaliklar ikki turga bo'linadi. Kattaliklar, demak, birinchisi skalyar kattaliklar. Skalyar kattalik degani faqat son qiymatga ega bo'lgan kattaliklar. Yo'nalishga ega emas. Masalan, harorat termometrda, massa, vaqt bular skalyar kattalik. Tezlik son qiymati skalyar kattalik. Ammo ikkinchi asosiy tushunchamiz bor, vektor kattaliklar. Vektor kattalik degani son qiymatdan tashqari yo'nalishiga ham ega bo'ladi. Bu kattaliklar vektor kattaliklar bo'ladi. Mana e'tibor qaratgan bo'lsak, tezlik son qiymat bilan kelganda skalyar kattalik, tezlik yo'nalish bilan kelganda esa vektor kattalik. Ko'chish vektor kattalik, kuch vektor kattalik, tezlanish vektor kattalik. Demak, vektor kattaliklar ustiga strelka qo'yiladi. U yo'nalishni bildiradi. Skalyar kattaliklar faqat son qiymat bilan ifodalanadi. Vektor kattaliklar esa ham son qiymat, ham yo'nalishga ega bo'ladi. Xo'sh, xalqaro birliklar sistemasida 7 ta asosiy kattalik mavjud, ya'ni X, B, S. Biz bilamizki, o'sha butun dunyoda fizika qonunlari bir xil ishlaydi. O'shaning uchun 1960-yilda xalqaro birliklar sistemasi tashkil qilingan. Unga 7 ta asosiy kattalik kiradi. Birinchisi uzunlik L yoki S harfi bilan belgilanadi. Birligi metr, masofa. Ikkinchisi massa M harfi bilan belgilanadi, birligi kilogramm. Uchinchisi vaqt T harfi bilan belgilanadi, birligi sekund.
To'rtinchisi tok kuchi I harfi bilan belgilanadi, birligi amper. Beshinchisi harorat. Harorat katta T bilan belgilanadi, birligi kelvin. Haroratni yana bitta o'lchov birligi bor. Bu o'lchov birligi, demak o'lchov usuli Celsiy hisoblanadi. Celsiy HBSga kirmaydi u. Celsiyimiz hosilaviy birliklar sistemasiga kiradi. Hosilaviy degani hosil qilingan degani. Xalqaro degani asosiy kattaliklar degani. Haroratning asosiy kattaligi sifatida Kelvin qabul qilingan. Oltinchisi modda miqdori yoki mana bunday new harf bilan belgilaymiz odatda. New degani demak grekcha harf, birligi mol. Molekulyar fizikada ishlatiladi. Yettinchisi yorug'lik kuchi I harfi bilan belgilanadi, birligi kandela. Demak, bu xalqaro birliklar sistemasi yettita asosiy kattalik kirar ekan. Undan tashqari bizda yana ikkita kattaligimiz mavjud. Ikkita qo'shimcha kattaliklarimiz radian va steradian. Radian burchakni o'lchashda ishlatiladi. Steradian esa fazoviy burchaklarni o'lchashda qo'llaniladi. Demak, bugunga bizda bori shu fizikani kirish qismi asosiy tushunchalari bilan tanishib chiqdik. Demak, har bir mavzumizga oid testlar, masalalar beriladi. Bu masalalar fizika ustoz.com veb sayti orqali kirib ishlashingiz mumkin. Chiqmagan muammoli masalalarni esa veb saytni o'zida shu zahoti ko'rishingiz mumkin. Demak, veb-saytda qulayliklari, siz doimiy vaqt nazoratida testni vaqtga qo'yib ishlaysiz va o'sha zahoti test yakunida muammoli savollarni yechimini ko'rishingiz mumkin. Hammaga rahmat, bizni kuzatib borishda davom eting.